Ben Asadov Xayrilla 1988-yil 22-aprelda Toshkent shahri Qorasiroy mahallasida dunyoga kelganmiz. Maktablarimiz 28-maktabda va 11-sinfda 133-maktabda o'qib tugatganman. 11-sinfni bitirganman bo'ldi. Oliy ma'lumot bizda yo'q. Endi bu ta'limni asosan kitoblardan oldik. Ray Bredburyning so'zlarini ko'p gapiraman. Men institut ta'limini kutubxonadan tekinga oldim. Shu kitoblardan olganman ta'limni. Bu tirik kitob Erkin bozor birinchi bo'lib jonli kitob dedilar. Keyin Umid Eshmuhamedovda chiqqanimizda tirik kitob deyildi. Tirik kitob taxallusi orqali jamiyatimizga, xalqimizga tarqaldik. Rahmat. Endi tirik kitob deyilishning sababi mana o'zi azaldan kelaman. Jamiyatimizda faqat tirik insonlar bizning oldimizga kelishadi. Jamiyatimizda tirik insonlar. Nima uchun? Firdavsi aytadi-ku, aqlsiz bosh jonsiz tanadir deb. Jonsiz insonlar bu yerga kelishmaydi. Masalan, bir kuni Tohir Malik ustozimizni do'stlari kelibdi. Tohir Malik, juda ko'p kitob o'qiysan. Shuning uchun ko'p kitob boshing og'riydi. Qarab, men bitta ham kitob o'qimayman, umuman boshim og'rimaydi deganda Tohir Malik ustozimiz aytgan ekanlar. U bosh bo'lsa og'riydi-da, og'riydi-da. U yerda hech narsa yo'q-ku. Shuning uchun tirik kitob bo'lib tarqalganmiz. Shu ilk bor ko'chaga kitob sotishga chiqqanimni eslayman. O'sha paytda sog'lig'imni yo'qotgandan keyin Vavilonlik boy odam Chorsuvdan sotib olganman. 2 ta olganman. O'shandan keyin boshlaganman. Ko'p bozorlarga, Sobir Rahim metroda, Ipodromda. Bir 2018lardan mana shu boshladim. 2018dan boshladim. Undan oldin faoliyatingiz qanaqa? Undan oldin faoliyatim gurushlik vagonda hammol bo'lib ishlaganmiz. Vagonda gurushlik bo'lib ishlaganmiz, yuk tashuvchi bo'lib ishlaganmiz. Odamlar sizni tanimagan paytlar va hozirgi davr o'rtasida qanday farq bor? Odamlar tanimagani oldidan bizning ishimiz bankrotga uchraydi deb turuvdi. Bo'ldi, o'sha ishim xonamiz yopiladi deb nima aytsangiz, savdo juda pasayib ketgan edi. Shu yaxshi insonlar orqali biz bir ko'tarilish bo'ldi, odamlar juda ko'payib ketishdi. Yana endi hozir o'z holatiga qaytib qoldi, lekin yo'q, bo'lib turibdi. Masalan, chumchuq deydi, qorlarning orasidan rizqini topar ekanda, ozgina yerkan, bir uchib ketar ekan. Nimaga aytsa, bugun rizqini bergan, ertaga rizqini berishini bilar ekanman. Alloh rizqini beraveradi. Harakat qilsak bo'ldi. Hayotingizdagi eng og'ir sinov va undan chiqqan saboqlaringiz nimalar bo'lgan? Hayotdagi eng og'ir sinov shu sog'ligimni yo'qotgan paytimda bo'ldi. Lekin men shu kechagida bir o'ylab ko'rdimda, mana shu narsalar bo'lishi kerak edi. U bo'lmasa edi. Masalan, kecha sal qayg'urib o'tirgandim. Ibn Sino Fana turmushda jurnalda o'qib qoldim. Juda menga ta'sir qildi. O'sha davrdagi bir inson yozgan ekan. Olimlaringiz hayoti haqida qayg'uring. Ularning kunlari qorong'u kundir. G'am tashvishlari esa baxtlaridir. Agar bizda tashvish, g'am bo'lmasa insonlarning yuragiga kira olmaymiz. Shuning uchun ham ta'sirli bo'ladi bizlarga gaplarimiz. Rahmat. Sizni eng ko'p ilhomlantirgan inson kim bo'ldi? Meni eng ko'p ilhomlantirgan inson shu yozuvchilardan desam, shu Emil Zelani deyman. Germinal juda menga katta kuch bergan kitob. Jamiyatimiz tirik insonlari. Ular bilan kelsak gaplashgis kelaveradi. Shu insonlar orqali ham men kitob o'qishga sababchi bo'ldim. Ular bilan gaplashgis kelaveradi. Hech zerikib qolmaysiz. Nima uchun? Tirik inson bilan gaplashish ko'p narsalar olasiz. Masalan, 10 ta mana masalan, bu o'qidim yaqinda. Nima deyildi? 10 ta nodonning orasida dono bo'lib aqlli bo'lgandan ko'ra deydi. 10 ta dono inson orasida aqlsiz bo'lgan afzalroqdir. Nima uchun? Yo'qadi-da. Shunisi. Yaxshi. Javlon Joliyev Qo'rqma degan kitobini o'qib tugatdim bugun. Fitratli gaplarni o'qib qoldim-da, kerakli joylari bor juda kuchli. Fitrat nima dedi bilasizmi?
ta'limi tarbiyasi bo'lgan millatning buguni ham ertasi ham qullikdir. Yana kecha bir gap, kuchli gap o'qidim. Olimlar hozirgi insonlar uchun ishlamaydilar, hozirgi davrga uchun. Kelajak davrlar uchun ishlaydilar. Kelajak uchun. Unda endi fikrlasangiz, mana Beruniy buyuk olimlar necha asrdan beri jamiyat uchun, xalq uchun tarbiya berib kelishmoqda. Ilm tarqatib kelishmoqda. O'shaning uchun Beruniy aytadi-da, olimlar bor edi, darajasi mendan-da buyuk. Afsus, ular nafs va boylik yo'lini tanladilar. Ulardan nima qoldi? Bir siqimgina tuproq. Yoshlarimizga aytkim keladi. Yoshlar, kutubxonada tekin kitoblar turibdi. Olinglar, o'qinglar. Fikr doiralaringizni kengayinglar. Hop pulni yaxshi ko'rasiz. Hamma yaxshi ko'radi. Aristotel aytadi, siz pulning orqasidan quvmang, pul sizning orqangizdan quvsin. Mana masalan, IELTS darajasini olsa, katta pullar berishmoqda. Yoki masalan, yaxshi yadro fizik bo'ling, yaxshi ximik bo'ling. Albatta, katta daromadli oyliklar olasiz. Bilib olinglar yoshlar. Nima ish qilsangiz ham yoqqan ishingizni qiling. Agar inson yoqmagan ishini qilsa, yashamayotgan bo'lar ekan. Yashamayapti. Mablag' orqasidan qo'ydi, yashamaydi ular. Ko'proq o'qinglar, ota-ona qadri uchun. Yoshlar hayotini o'zgartiradigan bir kitob nomini aytingchi. Yoshlarga. Shu yoshlarga mana shu Martin Eden, Jack London agar o'qishmagan bo'lsa o'qishsin. Juda kuchli kitob. Hayotimga o'xshab ketib qoladi. Juda kuchli kitob. Utopiya roman hisoblanadi. Hozir men rosa o'ylab ko'rdim, jamiyatimiz uchun endi utopiya romanlar kerak, kuchli romanlar kerak. O'shangandagina o'zgartira olamiz. Ta'lim tarbiya sistemasiga ham aytyapman. Talabalarda ayb yo'q ekanda, ustozlarda ayb. Talabalarga endi biz shunaqa informatsiyalarni, qiziq narsalarni berishimiz kerakki, ular xohlamasalar o'qib ketishni boshlashadi. Mana masalan, ko'p narsalarni eshitishadi, qaysi manbadan olganda ekan deb qidirishadi. Bu ham bo'ldi, ilmga sizlar targ'ib bo'ladi-ku. To'g'ri, izlanadi. Bir ustozdan so'rashibdi, ustoz, sizning darslaringiz shu darajada yoqimliki, har bir darsingizni intiqlik bilan kutamiz. Siz bizga kitob o'qing deysiz. O'qiymiz, u darajada yoqimli emas. Shunda ustoz aytgan ekan. Talabalar asalni nimadan oladi? Guldan. Gulning mazasi qanaqa? Achchiq. Asalning mazasi shirin. Bolalar, ustoz ham xuddi asallarga o'xshaydi. Ko'p achchiq manbalardan foydalanib sizga tayyor asalini beradi. Menga bitta qaysi kitobdan o'qigansiz deyshadi. Yo'q, men ko'ptirab kitobdan o'qiganman. Hayotdan ham ko'p olamiz. Agar sizga imkon berilsa, yoshlar uchun qanday ta'lim yoki tarbiya tizimini yaratgan bo'lardingiz? Ta'lim tarbiya tizimini yaratgan bo'lardik. Hamma narsa ustozlarga bog'liq. Mana masalan kecha o'qidim. Insonning ikki otasi bo'lar ekan. Jon otasi, ta'lim otasi. Jon otasi sizni jismoniy hayotga tayyorlar ekan. Ta'lim otasi esa ruhiy hayotga tayyorlar ekan. Endi fidoyi ustozlarimiz, erkak kishilar ham ko'proq bo'lish kerak. Mana yaqinda video ko'rdim, qarang, nima deyildi. Bir ayolga yetishyapti-da, siz uyingizda hukmronlik qilmaysizmi? Qattiqroq bo'lmaysizmi desa, o'shanda bir ayol kishi juda zo'r gap gapirdi. Men ojizaman. Erkak kishini bir oldida yo'lidan bir so'zimdan qolaman. Nimaga unaqa deyapsiz desa, meni uyimda 3 ta erkak kishi tarbiya qilyapti. Erkak kishini faqat erkak kishi tarbiya qila oladi. Ayol kishi emas. O'shaning ta'limimizga fidoyi erkaklar ko'proq qaytishlari kerak. Salom. Juda ham to'g'ri. Har bir insonning ichida kitob yashaydi. Degan gap bor. Sizningcha har bir inson o'z kitobini qanday yozadi? Endi mana shu narsani ham kecha o'ylab ko'rdim. Umuman ta'limi bo'lmagan inson ham, hech narsasi bo'lmagan inson ham umrini oxirida o'sha jon chiqayotgan paytda hamma narsani anglab yetadi. Lekin u paytda o'sha kech bo'lgan bo'ladi. O'shaning uchun kitobsiz hech bunday fikrlaylik, qarang, butun dunyoning rivojlangan davlatlari hammasi kitob orqali. Mana yaqinda men diplomatiya institutiga borganimda ustoz aytibdilar. Xitoyga kutubxonasiga kirganimda ertalab 7 da kirdim, obedda 12 da kirdim, kechki payt soat 2 da kirdim. Ichi to'la insonlar edi. Shu millatimiz ko'proq o'qishimiz kerak. Millatimiz ko'proq o'qiversa, asta-sekin rivojlanish bo'ladi. Mana masalan Aristotel aytdi-ku, qarang. Insonlarni jamiyat va xalq tarbiya qiladi deb aytilgan. Germaniyada bu opit qilib ko'rilganda, aqlli bolani ahmoq insonlarning orasiga qo'shib qo'yishgan. Borib u ahmoq bo'lib qolgan. Ahmoq bolani aqlli bolalarning orasiga qo'shib qo'yishgan.
u aqlli bo'lib qoldi do'stim. O'shaning uchun insonlar bu to'ppa-to'g'ri gap. Jamiyat xalq tarbiya qiladi. Endi haqiqatan bir ta'limimiz uchun fidoyi bo'lar ekanmizmi? Har bir xonadonimizda albatta kutubxona bo'lishi shart. Ota-onalarimiz o'qishi shart. Birinchi bo'lib tarbiya uydan boshlanadi-da. Sirasi maktabga topshirib qo'yilmaydi, uydan boshlanadi. Bu xuddi uyda olinadi. Nima uchun? Doktorlar xonada sizda doktorlar paydo bo'lyapti, yuristlar xonadonida yuristlar paydo bo'ladi. Bu kitoblarda yozib qo'yilgan qush uyasida ko'rganni tarbiya qiladi. Qush uyasida ko'rganni qiladi. Ta'lim o'qish bo'lsa, ko'rib bo'ldi. Uyda masalan kutubxonasi bor xonadonlarni ko'p eshitganman, uyimizda ko'p kitoblar bo'lardi. Olib sekin-sekin o'qib ketganman. Endi uyingizda kitob yo'qda. Katta televizoringiz bor. Uyingizda Wi-Fi'ingiz bor. Endi ko'ryapsizlar-ku, mana masalan yaqinda bir ta'limli insonni o'zi aytibdi. Mana shu videolarni ko'rdimda, men jahllarim chiqib ketib qolyapti deydi. Shu menda yo'q deb. Okajon, bilasizku ular yolg'onligini. Yolg'on-ku narsalar. O'shalar ko'plari kreditga olingan, qarzga olingan narsalar. Haqiqat emas. rahmat yo'llari uchun. Bugungi yoshlar uchun bir og'iz maslahat bersangiz agar, bu qanday bo'lardi? Kechagida bir qiz menga hayotiy bilan maslahat bering deb gapirib so'radi, to'xtatdi-da metroda. Bir maslahat bering dedi. Eynshteynga berilgan maslahatni beraman-da. Eynshteyn bir kun bir insondan olimdan so'ragan ekanda, menga bir hayotiy maslahat bering. Kitob o'qing deb aytishgan edi. Umrimning oxirigacha yetib ortib qoldi. Yoshlar uchun maslahat. Haqiqiy hayotga qaytmoqchimisiz? O'zingizni boshqarmoqchimisiz? Fikrlaringizni o'zingiz boshqarmoqchimisiz? Jamiyatimiz, xalqimizni rivojlanishini xohlaysizmi? Ota-onalaringizni duosini olishni xohlaysizmi? Xalqning duosini olishni. Albatta o'qishingiz kerak. Bitta dona sportsmen qiz butun O'zbekiston obro'sini ko'tardi-ku. Siz ham bir ilm-fanda bir ko'taring. Ilm-fan kerak. Biz ham ko'raylik. Jamiyatimiz ham ko'rsin. Rahmat. Hayot sizni sinagan paytda yuragingizni nima tutib turgan? Shu kitoblar tutib turadi. Keyin bildimda, g'am tashvishlar har kimga ham berilmaydi-da. Ko'zlari shamg'alat qilib qo'yiladigan insonlar bor. Masalan, Firavnga g'am tashvish berilmagan edi. G'am tashvishlar bo'lsa, inson hayotga zakalatsiya bo'lar ekanda. Bilib olinglar yoshlar. G'am tashvishlar, muammolar ko'p bo'lyaptimi? Albatta orqasidan yaxshilik keladi. Mana hayotimda isbotini ko'rdim. Kelishim mumkin. Keladi. Keyin yaqinda mana Jirinovskiyning gaplarini eshitdim-da. Qarangiz, ajoyib gap gapirdi. Mani do'stlarim hammasi boyvachchaning bolalari edi. Ularning shariki ruchkalari bor edi. Sharoitlari juda yaxshi edi. Menda bular yo'q edi. Menga buvim tug'ilgan kunimga 300 rubl sovg'a qildilar. Shu pulga men sharik ruchka sotib oldim va 3 ta kitob oldim. Основы экономических знаний, основы политических знаний, основы философских знаний. O'zbekchasiga ekonomika asoslari, falsafa asoslari va siyosat asoslari deydi. Shu kitobni o'qib chiqdim. Xo'p, o'sha havas qilgan do'stlarim nima bo'ldi? Hammasi yo'q bo'lib ketdi. Yo'q bo'lib ketdi. Meni kimga aylandi? Bilib olinglar, yaxshi sharoit insonlarni yaxshilikka olib keladi. Qiyin sharoitlar yaxshi holatga olib keladi. Buyuk shaxslarning hammasini tarixiga e'tibor beringlar. Juda mashaqqatli hayotlarni kechirishgan. Shuning uchun ham ular turib bera olishadi. Siz ularni hammasini sharoitlarni yaxshi qilib berdingiz-ku, hayotiy bir to'siq kelib qolsa, ular dosh berisha olmaydi. Xuddi o'rmonga qurolsiz kirgan insonga kabi. Sizni eng ko'p quvontirgan lahza? Eng ko'p quvontirgan lahza shu mana shu kitob katta targ'ib bo'lgandan keyin jamiyatimiz o'lmagani degani, juda ko'plar e'tibor berishgani. E'tibor berishdi juda ko'p insonlar. Va eng katta xursand bo'lganim shu cho'lpon aytdi-ku, uyg'onganlarning vazifasi o'zgalarni ham uyg'otishdir. Mana masalan, bu agar mashaqqatli hayot bo'lmaganda bu narsa bo'lmagan bo'lardi-da. Aytiladi bu kitoblarda ham, bir joyda bir chekkada chirib ketasiz-ku. Yo'q. Mana shunday hasan. Mana shu mashaqqatli hayot shu kunlarga meni olib keldi. Men bu hayotimdan juda xursandman, roziman. Masalan, boya gapirdim-ku, olimlar hozirgi davrlar uchun ishlamaydilar, kelajak davrlar uchun. Kelajak davrlarda yana yoshlarimiz yana ko'plab o'qishni boshlashadi. Uyg'ona boshlashadi. Uyg'onishni boshlash. Zamon dunyo ko'rsatib qo'ydi-da. Mana masalan, qarang, Lao Tzuning gaplarini yaqinda o'qib oldimda. Yaxshi hukmdor xalqning qornlari to'q, boshlari bo'sh bo'lishini o'ylash kerak.
Lekin siyosat shu darajada dunyoda o'zgarib ketdiki, bilasizmi? Hozir bunday sistema dunyoga qabul qila olmay qoldi. Nima uchun? Ilm fan kerak. Ilm fansiz rivojlantirib bo'lmaydi. Raketalarmi, hamma narsa ilm fan orqali. Usiz rivojlanib bo'lmaydi. Shu. Tirik kitob. Nomini eshitgan odam bir og'izda nimani his qilishi kerak deb o'ylaysiz? Tirik kitob gapini so'zini eshitgandan keyin albatta qo'liga kitob olish kerak. Bo'lmasa uyatib bo'ladi. Sizni brendingiz bo'ldi endi tirik kitob. Siz avvalga aslida ham o'z ko'pchilik ismingizni bilmasa kerak meni. Ha, ko'plar tirik kitob deyishadi. Yoshlar ham tirik kitob deyishadi. Ismimni kamroq odamlar bilishadi. Asosan tirik xursandman do'stim. Tirik kitob deyilgan masalan har xil brendlar bor. Ko'ryapsiz, har xil masalan McDonald's har xil tirik kitob degan bitta dona. Sizga ham brend bo'ldi. Bitta dona. Bir dona bu yagona degani. Yetadi u bir oxirigacha. Shu. Agar siz hayotingizni bir so'z bilan izohlashingiz kerak bo'lsa, u so'z nima bo'ladi? Endi shu so'zga Jaloliddin Rumiyning so'zlarini gapiraman-da. Oltindek bo'lmang, har bir inson qadrlaydigan. Temirdek bo'ling. Sizni haqiqiy insonlar qadrlasin. Bo'ldi. Shu narsa menga eng yetarli narsa. Yetarli. Oxirgi savolimiz. Xayrullo Asadov hayotda kim uchun yashaydi? Xalq, jamiyat. Xalqimiz uchun, jamiyatimiz uchun. Olimlar ham xalq uchun yashashgan, jamiyat uchun yashashgan. Ularning hayoti jamiyat xalq bilan bog'liq. Xalq bor ekan, jamiyat bor ekan, davlat bo'ladi. Shunda davlat bo'lsa, yuksalish bo'ladi. Xalqsiz, jamiyatsiz. Mana masalan, kecha o'qidim, qarang. Insonni 5 ta Alixon To'rasi sog'ini ettiradi, 5 ta qattiq qizg'anadigan narsasi bo'lar ekan. Joni bo'lar ekan, moli bo'lar ekan, oilasi bo'lar ekan, vatani bo'lar ekan, 5 ta narsa. Endi fikrlasak, ko'plar hozir molga e'tibor berib ketib qolishdi. Eng muhimlari vatan. Kecha ham jon. fikrlab aytgan. Shu. O'shaning uchun vatan nima deysiz? Ona kabi muqaddasdir deyiladi-ku. Vatan bo'lmasak biz ham nima qilmasdik. Eng qimmat narsa. O'shaning uchun vatanimiz uchun jon kuydirgan shu masalan 70 olim, o'sha 70 olimlar. Ular ham vatanga qaytib kelsa otilishkilarini bilgan edilar. Yo'q, lekin bizning vatanimiz, xalqimiz bizga pul bergan edi. Qarang, o'sha ta'limlari uchun talabalar hatto ko'chalarga chiqib gadoychilik qilishgan ekan. O'sha Germaniyaga ta'lim ketilgan insonlar uchun. Ko'chaga gadoychilik mablag' bilan ta'minlaylik. Yo'q, ular qaytib kelamiz deydi. Lekin 5-6 yilda mayli ketishdi. Lekin tarixda qolishdi. Shunday insonlar borki, tiriklikda o'likdir. Shunday insonlar borki, tiriklikda o'likdir. Sayyorbek aka, rahmat, jon kuydirib keldingiz. Kuchli motivatsiya. Endi motivatsiyasini to'g'risini aytay, Instagramga video qo'yganman. Motivatsiya degani bu xuddi qamchi zarbasiga o'xshar ekan. Zarba bersangiz oriydi, bir pastirib tarqab ketadi. Endi shu zarba abadiy bo'lishini xohlaysizmi Sayyorbek aka? Shu kutubxonangizda mana eshitdim 5 mingta kitoblar bor ekan. Shularni ketma-ket o'qiyverasiz. Bundan buyuk motivatsiya yo'q. Rahmat. Salomat bo'ling. Rahmat. Vaqtingiz ayamasdan biz uchun ish paytida bo'lsa ham vaqt ajratganingiz uchun katta rahmat. Xudo xolasa chiroyli, salmoqli intervyu bo'ldi deb o'ylayman. Yana bundanda sizga omadlar tilaymiz. Sizga ham katta rahmat vaqtingizni ajratib jamiyatimiz uchun kelganingiz uchun. Rahmat, salomat. Sog' bo'ling, Xayrullo. Rahmat, salomat bo'ling do'stlar.